Menga ko'p keladigan savollardan bittasi bu Kamol opa, siz shu Muzdalifani xonadonini kelinimisiz deyishadi. Yo'q, men kelinlari emasman, men Muzdalifani sotuvchisiman. Va Muzdalifaga qachon kelganimni va qanday kelib qolganimni tarixini hozir sizlarga aytib beraman. Shirinlik yeb albatta. Qani, bismillah deb boshladik. Men Muzdalifaga ishga kirgunimcha ko'p davlatlarda musofirchilikni boshimdan o'tkazdirganman. Turkiyaga ishlagani bordim. Musofirchilikda qanaqangi qiyin, endi buni musofir yurtda ko'rganlar, yurganlar juda yaxshi bilishadi. Farzandlarni sog'inchini, farzandingiz yiqilib tushganda bag'ringizga bosib ovutolmaysiz-ku. Ana shu joylari o'tib ketadi yuragingizdan. Men juda qiynalganman musofirchilikda. Muzdalifaga kelganimdan keyin hayotim butkul o'zgarib ketdi. Men oilam bilan ajrashgan edim. Ikkita farzandim bilan dadam uylarida yashar edim. Hayotimga shunaqangi yaxshi, Allohdan qo'rqadigan inson uchradilar. Hozir juda ham baxtlibiz, Xudoga shukr. Shirinliklar magazinida ishlaganim uchun hayotim ham o'zgarib, topgan pulimga baraka kirdi. Musofirchilikni yonini yeyish juda ham qiyin. Onajonim ko'proq yonimda bo'lganlar, onam bilan birga chiqqanmiz musofirchilikka va onamga atab ko'p she'rlar yozganman. Ona tobiz qochmasin, ona tobiz qochmasin, dildan orom qocharkan. Uyimizda rayhonlar chanqab suvsiz qolarkan. Ona tobiz qochmasin, ona tobiz qochmasin, dildan orom qocharkan. Yig'lab yuboraman hozir.